Muzaffar bilan shunchaki probaga video qilyapmiz, ko'rishingiz mumkin. Toshimiz 36 kilo, Benfix grantkilerimiz 1 kilodan 12 tasi 12 kilo. Hop, shunda 48 kilo bo'lamiz. 48 kiloni arasida 1 mm, 2 mm chok ochilgan, zaklopka qilinmasa, shunchaki sim tutib Benfix grantkiler bilan qo'yib yuborganmiz. Hozir Muzaffar aytayapti, ko'taradi, yana qo'shsam ko'taradi. O'rta 48 kilo o'zi normal bo'ldi desam, yo'q, mana yana olib chiqyapti. O'rta ayağını ehtiyot bo'ladi. Shuni tushib ketsa ham yomon xunuk tushadi. 24 kilo bo'ldi hozir. Ha? 36 kilo tosh. Tosh 36 kilo. Shunda 60 kiloni ko'taryapman. Benfix grantkiler. Agar sizga ham mana shunday sifatli grantkilerlar kerak bo'lsa, Benfix grantkilerlarni tanlashingizni tavsiya qilamiz. Akalar, real holatda o'zimiz uchun ham test bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Mana qana turibdi. Mana. Ko'rishingiz mumkin, hech nima yo'q. Mana. Zaklopka ham yo'q hattoki. Ko'rsatamiz. Xudo xohlasa, 60 kiloni ko'tarib turibdi. Mana shu 4 ta sim Benfix grantkiler bilan hozir 11 da uzib, bo'ldi o'rta olavering ustidan. 11 da uzib, yo'qmi, yana o'sha yer, yana 12. Ey, bo'ldi, yetadi buni. Isbotlash uchun shart emas, ko'p narsa. Bu holatdan chiqib ketmadi-yu. Sug'urib olasizmi ana? Hop, qani bering menga. Hop, grantkiler mana. Boshqasi mana, hop, mana. Endi chokini ko'rsataylik, to'xtab tur. Mana choki. Mana choki. Hech nima yo'q, ko'ryapsizlarmi? 2 mm ham chiqmaydi bu chok o'rta. Endi bag'ini uzamiz. Qani uzing. Uzam. Bratga aytsamda bu plazlar berasiz. Biz boshqa ikkovini bitta qilib tort, ikkovini birga baylab tort. Tort endi ikkovini. Chiqish kerak, chiqadi bu, nima chiqmaydi. Hop, tort. Ha do'st. Yashang. Alloh rozi bo'lsin. U ham zulib ketadi endi. Kela grantkilerimiz chota zaglobkadan baquvvat kerak. Ichida hech qanaqangi zaglobka yo'q. Hop, yashasin. Taktok bo'yicha chiqish kerak. Taktok bo'yicha chiqish kerak edi, yetib chiqish kerak edi. Uni akalar hech nima yo'q arasida. Men yana atverkam bilan nima olib keling? Bo'ldi o'rta. Simsab qarorog'idan qo'yish kerak shekilli. Mana o'zi 2 minut o'tib ketdi. Qisqasi atverka bilan ochamiz. Ichida hech nimasi yo'qligini ko'rsatib beraman sizlarga. Qisqasi mana shoki 2 mm bo'lgan. Hech nima qo'ymasdan zaglobka qilgandek. Mana chok. Ko'ryapsizlarmi chokni? Qisqasini, baytga narsa qo'ya olmaysan hamda. O'zi qisqasi grantkilerimiz tosh bilan mustahkamlanib ketdi. Mana hech nima yo'q akalar. Sig'maydi hamda, opcha narsa baytga. Xuddi shu narsa baytda ham bor. Agarda sizga ham mana shu sifatli grantkilerlar kerak bo'lsa, Benfix grantkilerlarni tanlashingizni tavsiya qilaman.